Miyangiz sizga aktiv ishlab berib, barcha qiladigan ishlaringizni yaxshilik tomon yo'yishini xohlaysizmi? Assalomu alaykum, men Xonkildiyeva Feruza Hakimova, MLM предприниматель va 33 yillik vrach tajribasiga ega ortoped travmatologman. Sizlarga o'z blogimda bilgan barcha biznesga va meditsinaga oid bilimlarimni ulashib boraman. Mana azizlarim, keling, miyani qanday qilib sizga o'zingiz uchun, o'zingiz tomonga ishlashini, ya'ni o'sha qila olmayman degan narsani yengishni o'rgataman. Mana siz birinchi marta kofe ichganingizni eslang. Kofe qanaqadir achchiq, sizga yoqmagan ham birinchi marta ichganingizda. Lekin kofeni miya yaxshi, zo'r deb baholaydi. Nima bo'ldi bu yerda? Chunki kofe ichganingizda miyaga kofein boradi. Siz bodri bo'lasiz, o'zingizni yaxshi his qilasiz, qandaydir ish qilgingiz keladi va ikkinchi, uchinchi marotaba kofeni ichganingizda miya buni yaxshi, huzurbaxsh narsa ekan, zo'r ekan deb baholaydi. Aksincha, ya'ni achchiq holatda bo'lgan kofeni ham u yaxshi, zo'r narsa ekan deb baholaydi. Xuddi shunday siz o'z biznesingizga o'zingizda bo'lgan, masalan deylik, ertalabdan turib uchrashuvlarga borishni xohlamaysiz. Har kuni siz o'zingizga 5 ta yo 10 ta uchrashuv qilaman, bugun borib biznes ishlarimni rivojlantiraman, bu uchrashuvlarga borish menga huzur baxshida etadi deb ertalabdan o'sha uchrashuvlarga borganingizda miyangizni shu tariqa o'rgatib borishingiz kerak. Ya'ni o'sha sizga yoqmaydigan narsani qilib turib bir 7 kun mobaynida buni qaytarsangiz, miya buni yaxshi, bu narsa yaxshi ekan degan ong ostingizga buyruq boradi va shuni u yaxshi deb baholaydi va siz natijada samaradorlikka erishasiz. Shuning uchun ertalab turib o'sha biznes ishlaringizni qilganingizdan keyin qaysidir hamkorlaringiz bilan kontrakt qilasizmi, qaysidirga mahsulot sotasizmi, biznesingizda yutuq, o'sish bo'ladimi, bu narsani miya 3-4 kun ichida analiz qilib sizga yaxshi ekan deb baho beradi. Shuning natijasida siz ertalabdan o'zingizni tetik, baquvvat his qilib, o'z biznesingizga salohiyatingizni oshirasiz. Harakat qiling. Men sizlar bilan.